Barchaga assalomu alaykum. Kanalimga obuna bo'lgan va bo'lmagan kichik dasturchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan update yordamida ma'lumotlar bazasidagi mavjud foydalanuvchilarni yangilashni o'rganamiz, ya'ni update qilamiz. Word bilan qaysi foydalanuvchilarni yangilashni tanlaymiz va yangilanishda avval tekshirish, ya'ni try catch bilan, ya'ni xatolikdan tutib olamiz va returning true haqida tushuncha beramiz. Keyin bo'lmasa darsni boshlaylik. Birinchi navbatda buni tushuntirish qandoq, update qandoq ishlaydi. Await orqali ishlatasan deyapti. Model, ya'ni bizda user degan model bor hozir. Update, ya'ni update yozasan va update bo'lgan obyektni aytasan deyapti. Undan keyin bo'lsa o'sha obyektni topib olasan va undan keyin returning true berasan. İşimizni shundan boshlaylik. Bizda 4-darsimiz tugadi. Bizga nima kerak? Indeksni o'zidan qilamiz. Albatta qolganlari uncha muhim emas. Уже bo'ldi, biladi. Zo'r yo'li mana bundoq qilib yopib qo'yish desam, bularda yopib qo'ymagan ekanman. Bo'ldi, yopildi hammasi, bo'ldi. Ketdik, bo'lmasa tushuntirishni boshlaymiz. Nima qilamiz? Birinchi navbatda user chaqirilgan. Bizda e'tibor bering. Sizda chaqirilmagan, chaqirib qo'ying. Async funksiya ochamiz va mana bu yerga o'sha funksiyani nima qilib chaqirib qo'yamiz. O'shanda yo'qolib ketmay qoladi. Xo'p, get try va catch orqali o'tgan darsda qanaqa qilib hali xatolikni optimalroq yozishni ham ko'rib chiqqan edik. Ya'ni xatolik yuz berdi deb turib qo'yapmiz hozircha. No, paka keyinchalik o'shani sizlar optimalroq yozishinglar mumkin. Maqsad bizda nima? Update. Bo'ldi, все. Qolganiga anaqa qilmaymiz. Ya'ni boshimizni og'ritib o'tiribmiz. Endi shu yerda const biza count ochamiz. E'tibor bering. Count va ikkinchisi bo'ladi bu update user deylik. Kelishdagi users endi bu ko'plik ma'nosida ketsa. Mana await user nuqta update qilgan nimani update qilish kerak, ya'ni aytishimiz kerak. Biza birinchi obyekt edi, sizlarda bo'lsa bundoq ko'rsatdim. Obyekt qismi bor edi, mana bu yerda mana update object deyapti. Ya'ni update yozish kerak. Biz nimasini o'zgartirmoqchimiz? Userning name. Misol uchun biz Xolidni o'zgartirmoqchimiz. Endi qaysi email orqali topib olishini hamda return true berib qo'yish. Mana bu qasam. Bu email orqali topib olgan va shuni qo'yib qo'ygan. Return true ning vazifasi nima? Returning true, ya'ni Postgres uchun, ya'ni yangilangan userni nima qiladi? Qaytarish uchun ishlatamiz. Ya'ni buni vazifasi, yana bir marta qaytaraman. Postgres SQL ga yangilangan userni qaytarish uchun ishlatamiz. Tushundinglar? Unda count nima kerak? Count ishi bor hozir. If agar kelayotgan count teng bo'lsa, ya'ni topilmay qolsa 0 ga konsolga biz aytishimiz kerak, ya'ni nima? Foydalanuvchi topilmadi yoki yangilash ehtiyoji yo'q degan ma'nosida. Foydalanuvchi topilmadi. Qo'shib bering, yangilanish email kiritildi. Yangilanish kerak emas. Misol uchun yozib qo'ying. Bakka o'zingiz xohlagancha yozishingiz mumkin. Aks holatda bo'lsa, biroz yangilangan foydalanuvchini qaytarib berish kerak. Foydalanuvchi yangilandi, mana shu holatda. Nima uchun 0 qo'yding? Chunki bu bizga ko'proq anaqa qaytaradi. O'sha 0-inchisi bu, 1-inchisi mana to'string holatda qaytaradi. O'sha bittani qaytargin degan maqsadda. Bu bo'ldi. O'sha bizda ish nima bo'ldi? Qolmadi. Ko'rish kerak. Bizda o'zi 27si bormi, ko'raylik. 28 o'pa yo'q ekan. Hozir bizga aniq xatolik qaytaradi, mayli. npm run start yozamiz. Mana. Va foydalanuvchi topilmadi yoki yangilanish kerak emas deyapti. Demak, bizda to'g'ri, mana count to'g'ri chiqdi. 28 ga o'tkazib qaytadan run qilsak, aytdi, mana
ularni foydalanuvchi ismi o'zgardi. O'tamiz. Qaysi? Mana bu birinchisi 28 o'zgarishi kerak. Run, hoppa. Mana ko'rdinglar, ya'ni yangilan. Bu albatta bitta usuli. Mana bu usulni o'zingizlarga qulay holatda ko'rishingiz mumkin. Endi savol bo'lishi mumkin. Mana bu yerga men misol uchun 0 ni qo'ymasdan turib chiqarsam nima chiqadi degan savol bo'lishi ham mumkin sizlarda. Kelinglar buni ham ko'ramiz. Bizga mana shu holat, ya'ni update to JSON is not function deb, ya'ni function emas deyapti. Mana bunday holatda qaytaramiz mana. Bo'ldi, уже keyingisini ko'rsak, mana bunday holatda ko'rdinglar, ya'ni bizda ko'proq user qaytardi, mana userning ma'lumoti, undan keyin boshqa bir narsalar, ya'ni unicorn, boshqa har xil turlari qaytib kelyapti. Lekin bizga faqat userni bilishimiz kerak-da, yangilangan. O'shaning uchun bizga bu yerga 0-inchisi, ya'ni mana bu birinchisini olgan, array ichidan mana shuni olgan va o'shaning ichini string to JSON formatiga biz o'girib bergan degan maqsadda yozdik. Tushuntira oldim degan umiddaman. Mana bu holatga kelish uchun. Zo'r. Endi real hayotda qanday bo'ladi bu narsa? Tasavvur qiling, sizga misol uchun user foydalanuvchi emailni o'zgartirmoqchi. Ya'ni userni o'ziga yangilaydi yoki boshqa qiladi, o'zini ismini o'zgartiradi, emailni o'zgartirmoqchi bo'ladi. O'sha holatda ishlatsangiz bo'ladi. Endi keyinchalik bo'lsa, admin status qo'shadigan bo'lsak, rol qo'yiladi unda. Ya'ni roli, qaysi rolda u? Admin, registrdagi odammi yoki boshqami, o'shanga qarab turib bu ham nima bo'ladi? Kuchayib ketaveradi. Bitta usuli bu. Endi ikkinchi usulni ham ko'rishimiz kerak. Buni afzalliklari nima? Nimalar bu yerda muhim deb aytib update yangilanish funksiyasi qaysi userni yangilash kerakligini bildiryapti. Returning true va PostgreSQL uchun, ya'ni kerakli yangilangan obyektni qaytaradi. Count bo'lsa nechta row, ya'ni qator yangilanishni bildiryapti. Ya'ni nechta qatorda yangilanayotgan bo'lsa o'shani bildiryapti. Ya'ni bu holat ko'pincha ko'plikda ishlatishingiz ham mumkin bo'ladi. Endi ikkinchisi bonusi bu save bo'ladi. Ya'ni save bilan, ya'ni instance orqali yangilashni ko'rib chiqamiz. Instance orqali. Xo'p, bunda nima qilamiz? Save funksiyasi, ya'ni save usulining afzalliklari bu ko'rib chiqamiz. Buni keyin aytaman. Keling. Bundan ko'ra ishni boshlaylik. Tak. Buni yopamiz yana. Keyin yopilib tur, mana bo'ldi. Endi biza ishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xo'p, birinchi navbatda yana xuddi shu holat qaus ichida va qausdan keyin bundoq qo'yib, nuqta virgul qo'yib turib, bu yerga aytamiz async shuni yozsak bo'lardi. Async from function va mana shu holatda bo'ladi. Endi undan xuddi shu try catch, try bizga bu o'zing yozib berishing kerak emas. Biz o'zimiz yozib olardik. Biz shu narsaga odatlanganmiz deydi. Console log, ya'ni xatolik yuz berdi deb turib chiqarib qo'y, bo'ldi, yetadi. Endi catchdan boshlasak bo'ladi. Nima qilamiz bunda? Bunda hech qanaqa ortiqcha boshqaruv yo'q. Foydalanuvchining ID'si orqali topib olsak bo'laveradi. Ya'ni bizda foydalanuvchini topishimiz kerak. Misol uchun user teng, buni o'tgan darslarda ham, ya'ni userni ID'sini topib olish uchun bizga find by pk kerak bo'ladi. Albatta va undagi necha. Misol uchun ikkinchisini o'zgartirmoqchiman deylik. Ikkinchisi bizada mana shu odamga to'g'ri keladi, ya'ni Xolid 29 ga to'g'ri keladi. Va endi shu yerdan boshlaymiz. Endi xatoliklarni oldini olish uchun esa qanaqadir xatolik kelib bo'lsa, foydalanuvchi topilmadi degan va bu yerga return qo'yib yuborgan. Ya'ni xatolik topilmadi va o'sha holatga turadi. Endi await orqali ishlatamiz yoki bizga bundan bu await kerak bo'lmaydi hozir. Birinchi nima qilamiz? Birinchi navbatda userni ichidagi aytamiz user name'ini o'zgartirgan, ya'ni Xolid 2 ga misol uchun o'zgartirgan. Keyingisi emailni o'zgartirishimiz mumkin. Userning emailini Xolid 2 example-ga o'zgartirgan. Va undan keyin bo'lsa shunchaki
await save qilib qo'ysangiz bo'ldi, ya'ni undan keyin bo'lsa foydalanuvchi qaytarib beradi. Bo'ldi, tugadi. Bo'ldi, boshqa hech vaqo yozmaysiz. Ishimiz tugadi. Ikkita usul ham bizda yaxshi. Qaysi biridan foydalanadi? O'zingizga yoqqandan. Buni oxirida aytaman, qaysi biri qaysi holatda foydalanish kerakligini. Mana xatolik yuz berdi. Validation error, ya'ni validation is applied is not user fault. Bizlar raqam ishlatish mumkin emas. O'shani qaytardi. Xolid aytishimiz mumkin, dev deyishimiz mumkin. Mana. Ana endi ko'rsak, mana bo'ldi. Xolid devga o'zgardi. Ba'zidan ham bom, mana. Xolid devga o'zgarib qoldi. Example ham o'zgardi. Ko'rayotgan bo'lsangiz yaxshi. Xo'p, bo'ldi. O'sha ikkita. Endi bizni so'rashingiz mumkin. Qaysi biri yaxshi yoki to'xtang, undan oldin mana buni aytaylik. Save usulini afzalliklari, ya'ni find by PKID foydalanuvchini topish, ya'ni userni biz instance qilamiz. Username'ni JSON obyektini sifatida o'zgartiramiz. Await orqali bazaga saqlaymiz va update bo'ladi. Bo'ldi. Update bilan solishtiriladi. Keling solishtirib ko'ramiz, qaysi biri yaxshiroq ikkita usuldan. Yoki update mi yoki save mi, qaysi biri? Xo'p, qaysi biri misol uchun userni tanlaydi. Ya'ni ham yaxshi bir xil, hech qanaqa bir ortiqcha ishi yo'q. Xo'p, well orqali qilsak ham bo'ladi yoki find one farqi yo'q. Qaysi usul qiyinroq? Albatta birinchi usul, menimcha, ikkinchisini bilmayman. Xo'p, keyingi savolingiz bo'lishi mumkin. Validation ishlaydimi? So'z ham kelmay qoldi basbay. Ikkovida ham validation ishlayapti, xavotir olmaysizlar. OP ga yaqinroq bo'lsa, bizda shu save bo'ladi. Qachon save'ni ishlatishimiz kerak? Bu yerda bo'lsa bitta foydalanuvchini, ya'ni bitta foydalanuvchi ma'lumotini yangilamoqchi bo'lganda ishlatamiz. Userni topib, ya'ni misol uchun frontdan kelgan forma orqali maydonni, ya'ni o'zgartirishni xohlasak bo'ladi. Misol uchun request, user va profile saqlash va xullas shunaqa. Endi keyingi darslarimizga xudo xolisa sizlar bilan o'tishimiz kerak bo'lgan 2-3 ta narsalar qoldi. Inshaalloh shu bilan keyin amaliyotga ham tugatsak bo'ladi bemalol. Birorta kattaroq proyekt qilamiz. Albatta, biron proyektinglar bo'lsa, o'zingizlar o'ylab yurgan, miyalarda qanaqadir bir maqsadlar bo'lsa, aytsanglar, o'shani qo'raramiz. E'tiborlar uchun rahmat. Endi darsda qanaqadir kamchiliklar bo'lishi mumkin. So'z boyligimiz sal kamlik qilib qolyapti, e'tiborga olmaysizlar. Ovoz past yozilyapti, sababi kechqurun yozyapman. Qo'shnilarga xalaqit bermasligi uchun montaj qilmayapman. Montaj qilish uchun ham vaqtim sal kamroq, to'g'ri tushunasizlar. Gaplashamiz, sog' salomat.